Dartda int variable bu qanday variable? Biz int variable'ni int aytaylik a teng 10 deb yaratishimiz mumkin. Int variable'larimiz faqatgina butun sonlarni o'zida saqlay oladi. Ya'ni int bu integer degani qiymati har doim butun son bo'lishi kerak. Bunga siz boshqa turdagi, masalan, string turdagi data type'ni, ya'ni qiymatni bera olmaysiz yoki bunga hattoki butun qism, qoldiq qismlik qiymat ham bera olmaysiz. Buni 0 butun, ya'ni 10 butun 0 bo'lyapti. Bu hattoki 10 bo'lsa ham, biz o'zimiz tilimizda 10 deydigan bo'lsak ham, programma tilida, Dart tilida esa bu 10, ya'ni butun son emas, balki qoldiqli son hisoblanadi. Buni turi double hisoblanadi. Endi siz masalan bunga xohlasangiz plus deb turib 20 deb berishingiz ham mumkin. 20 plus 10 ikkitasi ham integer bo'lyapti, ya'ni qiymati butun son bo'lgani uchun biz ikkitasini qo'shganimizda oxirgi umumiy qiymat ham butun son chiqadi va shuning uchun biz a ga bu qiymatni berishimiz mumkin. Mana bu yerda masalan print deb turib a ni chiqaradigan bo'lsangiz, saqlanib qilamiz, yurgizamiz, qiymatimiz 30 bo'lyapti va butun son bo'lyapti. Xohlasangiz mana bu yerda yana bitta int deb turib b qilamizda, yaratamiz. Misol uchun aytaylik 40 deb belgilashimiz mumkin. Bu yerda aytaylik a plus b deb turib ikkitasini qo'shib yuborishimiz ham mumkin. Bu holatda yurgizib ko'ramiz kodimizni. E'tibor bering, 70 bo'lyapti. Sabab bu yerda 10 plus 20 30 bo'lyapti. Bu butun son va b ikkitasini tepadagi 30 bilan buni qo'shganimizda 40 bo'lyapti. Xohlasangiz, demak, bu holatda yana bitta int yaratib turib, s deysizda, teng a plus b deb belgilashingiz mumkin. Buni ham turi int va siz s ga a bilan b ni qo'shyapsiz. Ikkitasini ham turi int bo'lyapti va umumiy qiymat ham int, ya'ni integer bo'lgani uchun siz bemalol mana shuni s ga a bilan b ni qo'shilgan qiymatini ham belgilashingiz mumkin. Saqlanib qilib buni ham yurg'izib ko'ramiz. E'tibor beramiz, o'sha 70 ni olamiz.